Toshkent golga kirdi, ammo hakam chekki ishora qilmadi. Robi bizga o'shani nota basdan chiqqan Robi. Bosishni o'ylayapti nazarda o'sha qo'yilgan o'sha yerda ikkita guruhga bo'lingandan keyin nimalardir yangiliklar qilish, hattoki mana Ayash, hattoki Irfon ham jamoasi a'zolari yaxshi. To'pchilar yuborildi. Hali. Komple. Böyle gidiyorsun ortaca albatta himoyachilarimiz burchak zarbalaridan boshilayotganda oldiga qarab borishini va Abduqodir Sanov o'zini joyiga qaytdi. Mana keskin darvozasiga yetolmaydigan qilib ketganda qayerdandir biz tomon bo'yicha ayniqsa ko'pincha shart edi qaysidir ma'noda ikkinchi golni kirishimiz birinchidan yakuniga qanchadan qancha vaziyatlar bo'ldi. Gohida himoyachi qaytarib yubordi, gohida darvozabon to'p yo'liga to'g'anoq bo'ldi. Xullas birinchi taymda Bruno hisobdan cheklandi. Xolos Longbo amalga oshirmoqda o'ng tomonga Turg'unboyev kurashadi albatta. Hakam hammasini ko'rib ishlari ularni chin ma'noda yetakchilardan biri. Hozir fursatda o'yinga kirmoqda. Ma'lum bir vaqt davomida mamlakatning eng oldi hujumchilaridan biri bo'lib turib, keyin ruhiy kiritilgan golda ham asosiy ishlatadi. Chunki bir yo'l bu hali
Xo'jayev Kanzu. Bugun variantlar ko'p. Bugun